Assalomu alaykum SMS mijozlari. Mana bugun 13-may kuni yana bir mijozimiz, ya'ni Kamol tog'amiz Sirdaryo viloyati Bayot tumanidan 892.2 traktorga ega bo'ldi. O'zi bugun 892 traktorlarning kuni ekan. Akaga, ya'ni bog'iga traktorlar yaxshi kunlarda xizmat qilsin, taglarida shamol o'tib tursin, texnikalariga sozlik tilaymiz. Bog' qanday bo'ldi traktorlar xarid qilishda? Shohrujon, men sizlarga katta rahmat. Hech narsaga bir kallamni qotirib, dokument qilib yugurgan joyim yo'q. Shunday konsaynerda muzday joyda yotdim, maza qilib o'tirib, hangamani qilib, sovuq suvni ichib, Shohrujonni o'zi telefon orqali hammasini ishni bajarib, 1 soatda shunday borib to'lovini qilib, mana Xudoga shukr, traktorni qo'lga kiritdik. Endi Xudo xolasa borib fermer xo'jaligimizga yaxshi xizmatni qilib beradi. Chorvachiligimizni rivojlantiramiz yana. Keyingi safarlar yana bundan ham zo'r texnika olaman. Bu ikkinchi marta texnika olishim shu yerdan. Oldin 1221 2 olganman, bundan bir 10 yil oldin. Mana 10 yildan keyin kelib yana shu yerdan mana 892 olyapman. Yigitlarga katta rahmat. Boshlari og'rimasin, oilalari bilan tinch bo'lsin. Faqat bularga ishlariga kuch-quvvat, ishlariga omad, elimiz uchun yaxshi joyda xizmat qilaversin. Rahmat. Katta rahmat ko'chaman. Men uchun rozi bo'ling. Rahmat. Siz ham rozi bo'ling. Traktorlaringiz yaxshi kunlarda xizmat qilsin. Rahmat. Sirdaryoliklarga salom aytib qo'yasiz, Bayotliklarga. Katta rahmat. Albatta.